nimadir portladi hozir. Yo telefon yomon qo'tyapti. Bitta shunganmi demoqchi edim. Yo hamma yoqda asosini chiqaribdi. Bolalar qaranglar, o'zlari 2000x bu degani 2000 ta TNT degani. Ya'ni yo'q. Qo'tyapti. Juda ham qo'tyapti lekin. Bola sizlar bilmadimi, o'sha telefon qizishni boshladi vashi. Da yomon qizyapti. Vashi FPS tushib ketdi bola. 4 FPS yuribman. 4 FPS tasavvur qilyapsizlarmi? Cho'l o'rtasida qanaqadir baryer bu yerda nima qilyapti? G'alati. Nima? Bu yerda juda ham ajoyib TNTlar bor ekan. Xullas, bugungi videolarimizda biz aynan shunday TNTlarni sinab ko'ramiz. Bu TNTlar shunchalik qudratliki, hatto siz tushingizga ham kirmagan. Videoni oxirigacha ko'ring, juda ham qiziq bo'ladi. Bizning hamma TNTlarimiz mana bu yerda. Birinchi bo'lib mana bu TNTlarni sinab ko'ramiz. Bu videoni albatta ikkinchi qismi, birinchi qismi esa kanalimizda bor. Nima? Bu 200x ekan. 200x nimaligini bilmaydiganlar uchun 200x bu 200 ta TNT degani. 200 ta TNTni bilmadim, lekin hozir telefonimga qiyin bo'ladi-yu. Uni yondirdim va sandiq baryer portlab ketmadi. Nimadir portladi hozir. Yo telefon yomon qo'tyapti. Ashi tushunib bo'lmay. Nima bitta shunganmi demoqchi edim. Yo hamma yoqda asosini chiqaribdi. Eng qizig'i, bizlarni baryerimiz osmonga qolib ketibdi. Mayli, bu TNTlarni hammasini o'zimiz bilan olib olamiz. Hozir TNT ko'targanimizda bular aniq yo'q bo'lib ketadi. Uzoqroqqa bormasak, telefonim aniq qotib qolishi mumkin. Va mana ichcha yurdik va telefonim o'ziga kelishni boshladi. Bu 200x TNT juda ham qattiq portlar ekan. 50 keyingi TNTlarda portlatib ko'ramiz. Birinchi bari 8x dan boshlaymiz. Menimcha 8x bu 8 ta TNT degani unchalik qattiq portlatmaydi. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Lekin normalniy ichidasi bo'ladi bu TNTga. Va bu TNTni portlatmaymiz. Mayli, portlatamiz. Chunki vashi ko'rinishini hamma yo'q portlatib oladiganga o'xshayapti. Va ajoyib portladi, lekin olov sizlarga xalaqit berishi mumkin. Va bu yerdagi hamma TNTlarni bu mod o'zidan qanaqadir narsalar qo'shar ekan. Mana bu narsa nima qilib berar ekan? Bu kamon agar otsa portlab ketadi, to'g'rimi? To'g'ri, yo'q. Lekin zo'r portlatar ekan, qaranglar. Buni kamon mo'ljallab turasizlarda, portlab ketadi. Ajoyib. Bu narsa nima endi? Menimcha bu o'q. Va bu yerda nimadir bor ekan. Bu nima endi? Bitta otamiz. Wow, juda ham ajoyib portladi. Juda ham zo'r ekan. Bu bilan sizlar buldozer bo'lsalar bo'ladi. Endi aynan shunday qurol bilan biz pastga kovlab boramiz. Menimcha anchagina kovlab qo'ydik-ku. Bu bilan sizlar albatta buldozerlik qilsalar bo'ladi. Va ozgincha cho'qliq qilsalar ham bo'ladi. Agar telefonlaring iPhone bo'lmasa maslahat beraman. Va bu yerda olovli kokteyl ham bor ekan. Buni kez o'ynaganlar biladi, Davud shunday. Va pargellar ham bilish kerak. Bu kokteylni ochsalar olov chiqaradi va juda ham ko'p urin oladi, lekin pargeda ham. Menimcha bu ko'p o'yinlarda va Counter World'da ham bor. Bu nimaligi umuman tushunmadim. Hech narsa qilib bo'lmayapti-ku. Qanaqadir narsa topib oldim. Bu granata 5x degan ekan. Demak, bu 5 ta bombani o'rnini bosadi. To'g'ri. Bu bilan sizlar aniq kon yoki shaxta kovlasanglar ham yo'q. Agar telefonim iPhone bo'lganda hozir juda ham zo'r ish qilardim. Lekin meni kerak emas. Haqiqiy shaxta bo'ldi o'zi ham. Kellar boshqa narsalarni ham ko'ramiz. Bu modda yana nimalar bor ekan? Menga juda ham yoqqan narsa mana bu bo'ldi. Sizlar mana kamonni o'sha bitta ochsanglar portlab ketadi. Juda ham ajoyib narsa. Sizlarga bu modda ijod qilishga maslahat berardim. Men bitta juda ham ajoyib bo'lgan TNT topdim, lekin bu TNTni portlashdan oldin telefonni anchagina qiynab qo'yadi-yu.
qaranglar, buni aytish bo'yicha bu 2000 ekan. 2000x tasavvur qilyapsizlarmi? Biz oldin hozir undan oldin nechamdir eksport etdik, lekin shu telefon kodi umuman ishlamay qoldi. Bu 2000x deb ko'rsataymikan, yo'qmikan deyapman bolalar. Ko'rsatsam hozir telefonim agar bolalar telefonim ishlamay qolsa, videoni tugatishga qaror qilaman. Bolalar qaranglar, o'zlari 2000x bu degani 2000 ta TNT degani. Hozir biz nechtadir ham TNT portlatdik, lekin shu kodni o'zlaring ko'rganlaringdek hozir nima bo'lishini bilmayman. Mayli, portlatamiz. Hop. Hozircha hech bola bo'lgani yo'q. Qo'tyapti. Juda ham qo'tyapti, lekin uzoqroqqa borishni maslahat beraman o'zim. Uzoqroqqa, juda ham uzoqqa borishimiz kerak. Buni oldimdagi o'tlar ham juda sinib ketyapti. Bu degani juda ham katta radiusda boshlaydi. Bola sizlar bilmadimmi, bu telefon qizishni boshladi va shu joyga tushib qoldim. Nima men necha blokdaman? Nima bo'ldi? Başı FPS tushib ketdi. Valla 4 FPS yuribman. 4 FPS tasavvur qilyapsizlarmi? Valla ertaga video chiqmasligi ham mumkin. Agar sizlar bu videoni ko'rayotgan bo'lsalar, demak men bu videoni bir bora qilib montaj qilibman. Valla video olish oson emas. Telefon qotyapti, qiziyapti. Yemayo. Bunaqasiga chiday olmayman men. Tez obetdan surish kerak, bo'lmasam telefonim qizib yonib ketyapti. Batareykasi kuyib qolsa, xayr desa ham bo'ladi. FPS ko'tarildi, 16 FPS bo'lyapti. 16-15 FPS sizlar uchun video ko'ryapman. Vashshi oladi. Bunaqa TNTlar qaranglar. Bunaqa TNTda vobshe FPS tushmaydi. Lekin boshqa TNTda FPS vashshi tushib ketadi. Sizlar mana shu modni o'rnatsanglar, hech qachon buni sinab ko'rmanglar. Uzoqroqqa borib yana portlab ketmasin. Videolarimiz aynan shu joyda yakuniga yetadi. Sizlar bilan men o'sha 5 6 7 8 minut ichida enerjik bo'ldim. Bugungi video sizlar uchun aniq qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Videoga like bosib, obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Biz 3K ga harakat qilyapmiz. Iltimos obuna bo'ling. Telefonim lekin bugungi videoda anchagina qiynaldi. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videoroliklargacha ko'rishguncha. Barchaga xayr. Obuna bo'lishingiz ham chiqmasin.